Hürmetli vatandaşlarım dikkat. Endiki mavzumuz da Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat ishlar kotibi ta'kidlagan Chavshan masalasi to'xtalib, bir og'iz so'z bilan Jungo Chavshan munosabatining hozirgi holatini aytib tashladi. Mavzuli xabar 10-oyning 1-kuni Do'yi orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat ishlar kotibi ta'kidlagan Beijingda ziyoratda bo'layotgan mezgilda mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Chavshan bevosita aloqa qilishadigan yo'l bor. Bu to'g'rida Amerika mutaxassislari mundaq hisobladi. Garchi Jungo Chavshanni import qilishning salmog'ini oshirgan bo'lsa-mu, lekin Chavshan Jungoning so'zlariga quloq solmaydi. Shuning uchun Amerika Chavshan bilan bevosita so'zlash kerak. Lekin Chavshan Jungoning so'zlariga quloq solmaydi. Shunga Amerika Chavshan bilan bevosita so'zlash kerak. Universal matbuotlar 10-oyning 1-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungoning raisi Xi Jinping 9-oyning 30-kuni Beijingda ziyoratga kelgan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Tillerson bilan ko'rishdi. Tillerson buningdan sal burun Jungo davlat mahkamasining a'zosi Yang Jiechi va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan edi. Prezident Trumpning Jungoni ziyorat qilishi to'g'risida xabar elibli kelmay, Chavshan yarim orolining vaziyati davlat ishlar kotibi Tillersonning bu qatamqi Jungo ziyarati muhim masala edi. Tillerson Chavshan masalasi to'xtalganda mundaq ko'rsatdi. Bizning Pyongyang bilan aloqa qilishadigan bir necha yo'limiz bor. Biz qorong'i va qamal qilingan holatda turayotganimiz yo'q. Biz ikki ko'ch tarafdan Pyongyangga tushadigan yo'lni ochib etdik. Amerika ovozining to'rbi tahlil maqolasi e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Alomatlar ko'rsatdiki, Jungo Chavshanga borgan sari iqtisodiy besam ishlatishga boshladi. Jungoda savdo qilayotgan Chavshan shirkatlarining va Jungo Chavshan birlashma shirkatlarini taqaydiganligini jakarladi. Jungo Chavshanning eng cho'ng savdo shirkati. Washington mundaq hisoblaydi. Jungoning Chavshanni import qilishi Chavshanning iqtisodiga zarba olib keladi. Kanadi xalqaro tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi mundaq dedi. Jungoning Chavshan ko'rsatadigan ta'siri cheklik. Douglas Paul tadqiqotining tadqiqotchisi Douglas Paul Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Chavshan Jungoning komanda kaltikiga bo'ysunmaydi. Chavshan imkoniyatning barcha Jungodan foyda olishni o'ylaydi. Lekin siyosiy jihatda Jungoning gapini hargiz anglamaydi. Diqqat vatandoshim. Shunga bundan keyin Amerika bilan Koreya Chavshanga bevosita taqobil turish kerak. Endilikda eng oxirgi abzosga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Prezident Trump Tillersonning Chavshan bilan suhbat o'tkazmoqchi bo'lganligi vaqt isrofchiligidir dedi mavzuli xabar. 10-oyning 2-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Oqsaroy Prezident Trump yakshanba kuni yuqori darajalik diplomatning tirishchanligini ojizlashtirgandek bo'ldi. Davlat ishlar kotibi Tillersonning Chavshan rahbarlari bilan suhbat o'tkazmoqchi bo'lganligi vaqt isrofchiligidir deb ko'rsatdi. Twitter'ga qoldirgan so'zlarda mundaq ko'rsatdi Prezident Trump. Iqtidoringni ufratma. Tillerson, biz qilish tegishli ishimizni qilishimiz kerak. Iqtidoringni ufratma. Tillerson, biz qilish tegishli ishimizni qilishimiz kerak. Bir necha soatdan keyin Prezident Trump yana mundaq ko'rsatdi. Raketa odam bilan yaxshi bo'lish 25 yildan beri qarg'a kelmadi. Raketa odam bilan yaxshi bo'lish 25 yildan beri qarg'a kelmadi. Hozir qanday qarg'a kelgidek? Sobiq prezident Clinton mag'lub bo'ldi. Sobiq prezident Bush mag'lub bo'ldi. Sobiq prezident Obama mag'lub bo'ldi. Men mag'lub bo'lmayman. Chavshan masalasida. Men mag'lub bo'lmayman. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasining bayonotchisi
Heder Nevret Twitter'da mındaq ko'rsatdi. Çavuşan yadro iqtidoriga ega bo'lmasligi lozim. Diplomatik yo'l bilan hal qilish yoki urush bilan cheklash masalasiga kelsak, Çavuşan siyosiy hokimiyati qaror qilish kerak. Diplomatik yo'l bilan hal qilish darvozasi Kim Jong Unga uchoq, lekin abadiy uchoq bo'lavermaydi. Hörmətli vətəndaşım, bugün baş sözüge leksiyamizga ahırda bu xulasa olub çıxdı. Bugünkü leksiya obdal leksiya oldu deb anlayman. Bağlaşqı buldu, üzən bağlayman. Bağlaşqı buldu. Ən axırı prezident başqalar məğlub oldu. Mən Çavuşan məsələsi məğlub olmayman degan sözünü 9-cu ayının 23-cü günü Moskva Pravda gazeti elan qılğan hər xəbərlə birləşdirib təhlil qilsanız buldu. Əndə tövəndə və vətəndaşım biz təhlil yürgüzmüz.